Hurmatli kitobxonlar, men Tursunoydin Ziyodullayevna, Zarafshon shahar 8-maktab tarix fani o'qituvchisiman. Bugun sizga tavsiya qiladigan asarim Amir Temurning Temur tuzuklari asaridir. Mustaqillik yillarida ko'plab buyuk siymolarimiz qatorida Amir Temurning ham nomi ulug'lanib, uning merosi bizga qaytarildi. Zero Amir Temur shaxsini idrok etish, tarixni idrok etish demakdir. Amir Temurni anglash, o'zligimizni anglash demakdir. Amir Temurni tushunish, tariximizda chuqur ildiz otgan qadriyatlarimiz, madaniyatimiz, an'anamizni anglash orqali buyuk kelajagimizni yaratish demakdir. Asarni o'qir ekansiz, Amir Temurni davlatchiligi, diplomatiyasi, ilm-fan sohasiga qo'shgan yutuqlari, bunyodkorlik ishlari, har bir olimlarga bo'lgan hurmatini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, har bir sarkardani, vazirni tayinlashda ularni qobiliyatiga qarab tayinlashini aytib o'tish mumkin. Temur tuzuklarida shunday deyiladi: azmi shijoatli, jasur, mard, tadbirkor bir kishi mingta tadbirsiz, loqayd kishidan afzaldir deb asarida keltiriladi. Yana shuningdek, o'zini ustozlarini, pirlarini juda hurmat qilganligini ko'ramiz. Biror ishni boshlashdan avval pirini duosini olib, uni pan nasihatlariga quloq tutib, keyin biror ish boshlagani haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Yana shuningdek, vazirlarni tayinlashda ularni nasl-nasabiga e'tibor bergani, kengashlari orqali yurishlarini amalga oshirgani haqida ham ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin. Sayyidlar, olimlar, ilm ahlini atrofiga to'plagani, o'ziga yaqin tutgani haqida ma'lumotlar beriladi. Faqat Amir Temurni biz o'sha yurishlari haqida emas, balki bosib olgan hududlarda ham bunyodkorlik ishlarini amalga oshirganini ko'rishimiz mumkin. Sizlarga tavsiyam Temur tuzuklari asarini o'qib va o'qishga ham harakat qilishingizni tavsiya qilaman.